Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi hamda Xalq demokratik partiyasi fraksiyalarining navbatdagi yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Kun tartibidan o'rin olgan masalalar xususida hozirgi lavhada so'z boradi. O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida bola huquqlarining kafolatlarini yanada kuchaytirish, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni himoya qilish tizimini yanada takomillashtirishga doir qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda bola huquqlarining himoyasini yanada kuchaytirish maqsadida amaldagi qonun hujjatlarida bolaga taalluqli har qanday masala hal etilayotganda bolaning eng ustun manfaatlari hisobga olinishini belgilash, zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning huquqlari va manfaatlarini davlat tomonidan himoya qilish asoslarini mustahkamlash zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur qonun loyihasi bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga bolaning eng ustun manfaatlari tushunchasini kiritish taklif etilmoqda. Bolaning eng ustuvor manfaatlari deganda bu aynan bolani konstitutsiyada, qonunda va xalqaro shartnomalarda nazarda turgan bolani aynan oila muhitida tarbiyalanishi, o'z fikrini erkin ifoda etishi va bevosita aynan shu huquqlariga oid bo'lgan masalalar ketma-ketlikda belgilanadi. Ya'ni har bir holatda bola huquqlariga oid bo'lgan masala ko'rib chiqqanda albatta uni birinchi navbatda bolani oilada kamol topishi, uning fikrini erkin ifoda etilishi, uning shaxsiy daxlsizligi, xavfsizligi, bolani sog'lig'i, bolani aynan huquq va qadr-qimmati, undan tashqari bolani ta'lim olishi kabi masalalar qonun hujjatlari bilan belgilanyapti. Qonun loyihasining qabul qilinishi tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlar hamda ularning voyaga yetmagan farzandlari huquqlari, qonuniy manfaatlarini davlat tomonidan himoya qilishning huquqiy asoslarini yanada mustahkamlashga, bola huquqlarini himoya qilish sohasidagi milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.